darsni boshlaymiz. Bugungi darsimizda B2B segmentida AI ni biznesga integratsiya qilishlikni dastlabki jarayonini ko'rib chiqamiz. Ya'ni AI ni biznesga integratsiya qilishlik uchun eng avvalo biznes haqidagi ma'lumotlarni yig'ishimiz kerak. Va ushbu shablondan foydalangan holatda biznes haqidagi ma'lumotlarni yig'amiz. Birinchi navbatda biznes pasporti, ya'ni asosiy identifikatsiya, kompaniyaning nomi. Kelinglar, hozir biza real case'dan misol keltiramiz. O'zimni Just AI It kompaniya. Shuni nomini kiritamiz. Hop. Brend nomi. Odatda bitta kompaniyada bir nechta brend bo'lishligi mumkin. Misol uchun Meta kompaniyasini Instagram brendi yoki Facebook brendi yoki shunga o'xshagan bir nechta brendlari bor. Lekin bizda hozirchalik faqatgina Just AI It o'zi bo'lganligi uchun Just AI It deb bu joyga yozib qo'yamiz. Tashkil topgan yili. Kompaniyani tashkil topgan yilini yozamiz. Misol uchun aytaylik 2025-yil. Sohasi. Aytaylik B2B segmentida AI consulting va AI agentlar sotuvi deymiz. AI agentlar sotuvi bilan shug'ullanamiz. Hop. Geografik qamrov. Hop, aytamiz. Shaharga aloqadormi bizaniki, viloyatgami, mamlakatgami desa, bizning biznesimiz butun O'zbekistonga sotganligimiz uchun O'zbekiston deymiz. Hop. Huquqiy shakli, misol uchun aytaylik MCJ. Mana shu joyda so'rash kerak, MCJmi, YTTmi, xususiy korxonami o'sha yoki aksiyadorlik jamiyatimi, o'shani aniqlashtirib olishlik kerak. Bizda aytaylik, misol uchun MCJ. Hop, davom etamiz. Hop, strategik asos. Strategik asosda kompaniyaning missiyasi va visioni va asosiy qadriyatlari yoziladi. Hop, kompaniyaning missiyasi nima uchun kompaniya mavjudligi, kimlarga xizmat qilishligi va transformatsiya, ya'ni xizmat qilgan mijozlarida qanaqa transformatsiya bo'ladi, shu haqida ma'lumot yozishlik yaxshi odatda. Xo'p, bu joyda men oldindan tayyorlab yozib qo'ygan tekst bor, shuni qo'yaman. Xo'p. Misol uchun bizning missiyamiz O'zbekiston tadbirkorlariga sun'iy intellekt yordamida o'z bizneslarini yangi bosqichga, ya'ni 2.0 bosqichga olib chiqishda ko'maklashish. Bizning missiyamiz shu. Xo'p. Bu tushunarli bo'lsa kerak. Endi vision. Ya'ni qayerga qarab borishimiz kerak degan narsa. Bunda ham avvaldan yozib qo'yilgan tekst bor. Buni O'zbekistonni sun'iy intellektdan samarali foydalanuvchi bizneslar markaziga aylantirish. Ya'ni O'zbekiston miqyosida biz biznesmenlarni sun'iy intellektdan maksimal foydalantiradigan bir markazga aylantirish. Xo'p, endi qadriyatlar. Bizda kompaniyamizda qanaqa qadriyatlar bor? Misol uchun aytaylik, natija birinchi o'rinda degan qoidamiz bor. Natija birinchi o'rinda. Ya'ni ishlayotgan har bir xodim bilsinki, bizning kompaniyamizda natija birinchi o'rinda. Keyingisi
halollik foydadan ustun degan qoida. Hop. Qadriyat. 3-qadriyatimiz bo'lsa, narxdan ancha baland bo'lgan qiymat berish. Bu ham tushunarli bo'lsa kerak. Ya'ni mijozlarimiz bizga to'lagan narxidan ancha balandroq nima olsin, qiymat olsin. Hop. Almashni qo'yib ketavera qolamiz. Mana, to'g'ri bo'ldi. Va yana bu joyga yana davom ettirib ketsa bo'ladi. Bu kompaniyaning o'zini nimasiga bog'liq. Qadriyatini kam ko'pligiga bog'liq. Hop. Qisqa biznes formulasi. Hop, nima sotamiz biza? Biza xizmat sotamiz. Xizmat. Xizmat. Ya'ni usluga sotiladi. Bizda tovar yo'q. Hop, kimga sotamiz? Asosan biza B2B segmentiga sotamiz. B2B segmentiga. Nega bizdan oladi? Nega bizdan oladi deganda, misol uchun ishonch va sifat deymiz. Ishimizni maksimal darajada sifatli qilib beramiz. Shuna hisobidan bizga ishonib olishligi kerak. Yoki hamma kompaniyada har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi bir kompaniyalarda O'zbekistonda aytaylik konkurenti bo'lmasligi mumkin. Mahsulot faqat bizda deyish mumkin, misol. Kimdadir biron bir uslugasi tez bo'lishi mumkin. Shu tezlik deb yozsa bo'ladi, misol uchun. Qanday daromad qilamiz? Daromad modeli. Biznes egalariga AI yechimlar sotib daromad ko'ramiz. AI yechimlar taqdim qilib deb qolaylik, chiroyli eshittiradi nazarimda. Hop. Biznes modeli va daromad arxitekturasi. Hop, mana bu joyda aytamizki, ko'rinib turibdi, B2B deymiz. Misol uchun B2B segmentida ishlaymiz. Asosiy sotuv modeli bizda bir martalik sotuv ham bor, obuna ham bor. Komissiya yo'q bizda. Birinchi paketlarimiz bor. Hop, aytaylik, bu joyga bir martalik obuna va paketlarni qo'ysak bo'ladi. Tashlaymiz. Hop, sotuv kanali onlayn, offlayn, gibrid. Deylik, mana hammasi qoladi. Yani onlayn ham bor, offlayn ham bor, gibrid ham mavjud. Ya'ni ikkalasi bo'lgandan keyin gibrid bo'ladi. Hop, daromad manbalari. Hop. Birinchi o'rinda konsalting sotamiz. AI consulting. AI training va AI agentlar sotamiz. Marjalar va iqtisodiyot.
eng foydali mahsulot xizmati nomi kiritiladi. Eng katta xarajat bandi kiritiladi. Yuqori marjali yo'nalishlar, past marjali yo'nalishlarni ham shu joyga kiritib o'tamiz. Xo'p, bizada eng foydali xizmatimiz bu HR AI agent. Ya'ni shu yaxshi narxga sotiladi. Eng katta xarajat bandi. Offline treyning tashkillashtirish. Offline treyning tashkillashtirish. Yuqori marjali yo'nalish. Yuqori marjali yo'nalishda bizada kompaniyalarga treyning, kompaniyalarga 2 oylik treyning sotish. 2 oylik treyning. Past marjali yo'nalish bo'lsa, misol uchun aytaylik, agent sotish. Keyin davom etamiz. Bu joyda har bir mahsulot xizmat uchun karta. Misol uchun mahsulotning nomi yoki xizmatning nomi, tavsifi, maqsadli mijozi, hal qiladigan muammosi, yetkazib berish usuli, narx modeli, asosiy foydasi haqida ma'lumotlar kiritiladi. Xo'p, yana davom etamiz. Mahsulot va xizmatlarni katalogiga keldik. Har bir mahsulot va xizmatning nomini kiritib chiqish kerak bo'ladi shu joyga. Har bir xizmat uchun yoki aytamizki bu joyda mahsulot va xizmatlar har bir xizmat uchun katalog deymiz, misol uchun. Katalog. Misol uchun bitta xizmatimizning nomini yozamiz. B2B uchun treyning. B2B'da 2 oylik kompaniyada deylik. Kompaniya uchun 2 oylik treyning. Maqsadli mijoz. Bu yana deylik biznes egalari, CEO, ya'ni direktorlar bo'lishi mumkin, HR bo'lishi mumkin, COO bo'lishi mumkin, hatto SDO bo'lishi ham mumkin. Hal qiladigan muammolar. Nima muammoni hal qiladi bizani B2B segmenti uchun treyningimiz. Xo'p, hal qiladigan muammolar. Samarasizlik, vaqtdan yutqizish va o'tgan asrda qolib ketish muammolarini hal qiladi. Asosiy foyda bo'lsa, misol uchun aytaylik, kompaniya egasi AI o'rganish uchun pul to'lamaydi.
balki quyidagilar uchun pul to'laydi. Vaqtni tejash, xarajatni kamaytirish, shu yomon yozib chiqsa yaxshiroq bo'ladi. Keyinchalik AI model bizani to'g'ri va yaxshi tushunishligi uchun. Menimcha bizga ham AI ham tushunarli yozuv bo'ldi. Hop, narx modeli. Bu joyda bir martalik to'lov qilinadi. Bu hozir tushunayotgan bo'lsanglar, bitta dona xizmat uchun yozilayotgan kartochka yetkazib berish usuli. Misol uchun aytaylik, offline. Hop, bunaqa kartochkalardan o'nlab, balki hattoki yuzlab bo'lishi ham mumkin. Va pastiga misol uchun yana narxini ham kiritib ketsak bo'ladi. Falon degan narx berib ketamiz. Yana eslatib o'taman. bunaqangi kartochkadan o'nlab, balki yuzlab bo'lishligi ham mumkin, yoki kartochkani katalogini alohida bir papkaga, faylga joylashish ham mumkin, agar juda ham ko'p bo'lsa. Davom etamiz. Savdo va AI uchun signal. Eng ko'p sotiladigan mahsulotlar. Misol uchun aytaylik, AI agentlar eng ko'p sotiladi. Eng ko'p so'raladigan mahsulotlar. Hop, uni ham AI agentlar ko'p so'raladi. Eng ko'p qaytariladigan mahsulotlar. Qaytariladigan mahsulotlar bizda yo'qligi uchun buni yozmaymiz, lekin yozib ketgan yaxshiroq. Hop, AI yordam tavsiya qilinadigan mahsulotlar. Misol uchun aytaylik, AI training deymiz. Hop, endi keyingi bosqich mijoz profili va auditoriya arxitekturasi. Segmentlar. Bu joyda agarda kompaniya 3 xil segment bilan ishlaydigan bo'lsa, har uchalasi kiritib chiqilishligi shart bo'ladi. Misol uchun aytaylik, arxitektorlar yoki shunga o'xshagan bir soha vakillari, ular B2C bilan ishlaydi, ya'ni klient bilan, business to client bo'lishi mumkin. Uchastka, dachani ham planirovkasini qilib berishadi arxitektorlar. Va B2B, misol uchun domlarni planirovkasini, nimalarni qilib berishadi, interyer, eksteriyer dizaynlarini. Va B2G, ya'ni B2G degani bu government, ya'ni davlat miqyosidagi loyihalarni ham qilishadi. Lekin bizda B2G bilan ishlamaymiz, ya'ni bozorimiz unga moslashmagan. Biza faqatgina B2B bilan ishlaymiz. Shuning uchun faqatgina B2B ni qoldirdik bu joyda. Har bir segment uchun profil. Mana bu joyda aytaylik, agarda bir nechta segment bilan ishlanilsa, bir nechta segmentda hammasini yozgan yaxshi. Lekin bu joyda biz faqat B2B bilan ishlaymiz, kompaniya rahbarlari bilan. Misol uchun 25 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan odamlar bo'lishi mumkin, biznesni egalari bo'lishi mumkin yoki direktor bo'lishi mumkin. O'sha tepada aytganimizdek, yoki bir mas'uliyatli kompaniyaning katta xodimi bo'lishi ham mumkin. Shunga tepadagi nimalarni ko'chirib olib kelib qo'ysa ham bo'ladi. Mana kasbi degan joyga bir nechta narsani kiritib ketsak bo'ladi. Daromad darajasi. Misol uchun aytaylik, daromad darajasi
$3000 aytaylik, misol uchun $300,000 deylik. Bu oylik daromad nazarda tutyapman. Misol tariqasida hududiga O'zbekiston deymiz. O'zbekistonni tanlab qo'yamiz. Shuni ham o'zbekchada yozib qo'yaylik, ya'ni lotinchada. Xarid odati, ya'ni bu narsaga nima yozsak bo'ladi? Xo'p, bu joyda xarid odati, misol uchun talaba bo'lsa, bo'lib to'lashga olishni yaxshi ko'radi, yoki bo'lishi mumkin narxlarni solishtiradi boshqa joylar bilan, yoki yana bo'lishi mumkin sharhlarni o'qiydi. Xullas, har xil odatlar shakllangan bo'lishi mumkin. Lekin bizada B2B segmentida birinchi navbatda keys va natijalarni ko'rgach xarid qilishadi va vaqti tejovchi yechimlarni afzal ko'rishadi, ya'ni AI agentlar yoki shunga o'xshagan nimalar. Hop, undan tashqari yana misol uchun narxdan ko'ra natijaga ko'proq e'tibor qaratishadi. Hop, asosiy motivatsiyasi bu joyda aytaylik bo'lishi mumkin. Hop, bitta vaqti tejovchi yechim deylik, afzal ko'radi, mashqga yozib qo'yaylik. Bu joyda vaqti tejovchi yechimni olib tashlaymiz. Hop, asosiy qo'rquv yoki e'tirozi bo'lishi mumkin. Asosiy qo'rquvi natija yo'qligida. Hop, bizni qayerdan topadi? Misol uchun aytaylik, bo'lishi mumkin Telegram kanallaridan yoki Instagram yoki Facebookdan, misol uchun Instagram, Facebookdan yoki hokazo internetdan deylik. Hop, birinchi aloqa nuqtasi bo'lishi mumkin, reklama ham bo'lishi mumkin, do'stini tavsiyasi bo'lishi ham mumkin. O'sha Instagram, Facebookdagi kontentli bo'lishi ham mumkin. Hop, davom etamiz. Xarid qarori nimaga bog'liq? Odatda B2B segmentida narxdan ham ko'ra ishonch, sifat va tezlikka katta bog'liq bo'ladi bizada. Endi boshqa segmentlarda albatta narx ham birinchi o'rinda turadi. Asosan B2C segmentida. Qayta xarid sababiga misol uchun sifat bilan ishonchni kiritsak bo'ladi. Hop, AI uchun muhim nuqtalar. Mijoz nimani so'raydi? Mijoz nimadan chalkashadi? Bu haqida hozir bizda ma'lumot yo'q. Shuning uchun bu joyi hozirchalik bo'sh qoldirib turamiz. Sizlarda ham agarda ba'zi bir bo'limdagi savollarga javob mavjud bo'lmasa, ma'lumot, informatsiya mavjud bo'lmasa, vaqtinchalik bo'sh qoldirib tursanglar ham bo'ladi, yoki sizlarga kerak emas bo'lsa, butunlay olib tashlashingiz ham mumkin. Mana misol uchun butunlay olib tashladim, men qo'ymayman. Hop, tashkiliy tuzilma va rol xaritasi, bo'limlarning ro'yxati. Ya'ni sizni kompaniyangizda, ya'ni siz AI ni joriy qilayotgan kompaniyada qanaqa bo'limlar mavjud? Misol uchun direksiya, sotuv bo'limi, marketing bo'limi, moliya bo'limi, HR bo'limi. Misol uchun bizda hozir direksiya bo'limi mavjud emas. Aytaylik, boshqa bo'limlar ham mavjud emas. Operatsiya, HR, moliya ham mavjud emas bizda.
marketingimiz ham yo'q. Sotuv bor deb qolaylik. Sotuv, texnik IT, support bor deylik. Misol uchun. Agarda sizlarda yana boshqa bir bo'limlar bo'lsa, shu bo'limlarni shu joyga yozib ketishinglar kerak, shart bo'ladi. Hop, har bir bo'lim uchun karta. Bu joyda biz nima qilamiz? Hop, misol uchun texnik IT bo'limiga biz hozir karta tuzamiz. Alohida mana bu joyga texnik IT bo'limi, ya'ni dasturchilar uchun asosiy vazifasi deylik, dastur ishlab chiqish. Dastur ishlab chiqish. Hop, javobgarlik doirasiga misol uchun ishlab chiqilgan dastur bo'yicha javobgarlik KPI. KPI ham misol uchun ishlab chiqqan dastur bo'yicha bonus deymiz. Va yana qo'sh tirnoq ichiga dasturning katta kichikligiga qarab dasturning katta kichikligiga qarab eng ko'p ishlatiladigan hujjatlar texnik vazifa. Ya'ni dasturchilar texnik vazifani ko'p ishlatishadi. Eng ko'p uchraydigan muammolar, dasturdagi kamchiliklar va xatoliklar eng ko'p ishlatiladigan muammolar. bilan avtomatlashtirish mumkin bo'lgan vazifalar. Hop, endi mana shu joyda qiziq bir funksiya qo'yib ketsak bo'ladi. Hop. Deylik, 3+ ochiq va yana 3+ bilan yopamiz. Va shu joyini AI ga, ya'ni sun'iy intellektga razravodga qildirtiramiz. Mana tepalarda ham misol uchun savollar qolib ketgan bo'lishi mumkin yoki keyingi kelajak nimada savollar bo'lishi mumkin. O'shanda biza kodoviy slovo ochiq va kodoviy belgi plyuslarni qoldiramizda va keyinchalik sistem promptga kiritayotgan paytimizda shu ma'lumotlarni shu ochiq degan joyga e'tibor ber, shuni san razravodga qilishing kerak, ya'ni takomillashtirishing kerak degan buyruqni beramiz keyinchalikda. Hop, kim qaror qiladi? Misol uchun aytaylik, CEO, founder deylik. Founder misol uchun Alimov Shamsuddin qabul qiladi. Kim ijro etadi? Misol uchun aytaylik, bo'lishi mumkin Firdavsbek deymiz. Misol uchun STO lavozimini berib Firdavsbek deymiz. Va yana kim tekshiradi? Misol o'zim tekshiray va STO kim hisobot beradi? STO hisobot beradi deylik hozirchalik. O'zi bu yerda QA injener olish kerak, yana xullas falon narsalar. Biznes jarayonlari xaritasi. Hop, endi bu joyda biznes jarayonlari xaritasiga keldik. Asosiy jarayonlar. Bizaga lead keladi va telefon orqali misol uchun sotuv bo'ladi va u joyga misol uchun xodimimiz borib konsultatsiya qiladi yoki agentni o'rnatib berib keladi. Bizda fulfillment yo'q. Accounting yo'q. HR yo'q. Misol uchun content production misol uchun aytaylik, leaddan oldin qo'ya qolaylik. Menimcha shu to'g'riroq bo'lsa kerak. Chunki content yaratilgandan keyin
lidlar kelishni boshlaydi desak ham bo'ladi. Analitika yo'q, falonlar ham bizda yo'q. Hop, endi shu joyga bir kalit so'z qo'yib ketamiz har doimgidek. Plus misol uchun aytaylik ochiq deymiz va yana plus bilan yopamiz. Ya'ni bu kalit so'zimizni sun'iy intellektga belgi bo'ladiki, shu joyga yana jarayonlarni yana razravodga qilib bersin. Hop. Keyin har bir jarayon uchun yana alohida chuqur kartalar mavjud. Yana shu joyga qo'shimcha qilib ketishligi kerak bo'ladi. Misol uchun aytaylik jarayonga customer supportdan keyin dasturiy ta'minotni ishlab chiqish degan bir jarayon qo'shsak to'g'riroq bo'ladi. Chunki ba'zan tayyor agent bo'lmasligi mumkin, zakazga kelib tushishligi mumkin. Shunga dasturiy ta'minotni ishlab chiqish degan nimani ham jarayonga qo'shsak yaxshiroq bo'ladi. Endi bu joyda sizlar o'zinglarni yana qaytib aytib o'taman, kompaniyalarga moslab jarayonlarni avtomat ketma-ketlikda qo'yib ketasizlar. Har bir jarayon uchun chuqur karta. Misol uchun aytaylik, dasturiy ta'minot ishlab chiqish uchun chuqur kartani sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Boshlanish nuqtasi. Misol uchun aytaylik, qachon boshlanadi? Texnik vazifa ma'qullangandan keyin boshlanadi. Keyin tugash nuqtasi. Tugash nuqtasi odatda shu klient zakazni qabul qilgandan keyin tugaydi. Buyurtmachi buyurtmani qabul qilib olgandan keyin tugaydi deb yozsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bosqichlar. Misol uchun birinchi bosqich aytaylik, texnik vazifa tuzish. Shuni maslahat beriladi. Faqatgina bir xil tilda yozishlik. Chunki AI model o'qiyotganda qiynalmasligi kerak. Gallyutsinatsiyaga ketishiga sabab bo'ladi bo'lmasa. Hop. Hop. Texnik vazifa tuzgandan keyin odatda u ma'qullatilinadi va ma'qullatilingandan keyin dasturiy ta'minot ishlab chiqish bosqichi boshlanadi. Va testlash jarayoni. Ya'ni asosan 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Misol uchun kim bajaradi deyilsa, aytaylik, Firdavsbek deymiz. Qaysi tizimlar ishlatiladi? Misol uchun kim kompaniyasida qanaqa tizimlar ishlatilishini o'zi biladi. Hop, aytaylik. Dasturiy ta'minot tillari. Qo'lda bajariladigan qism. Dastur yozish. Avtomatlashtirilgan qism. Shu joyga endi misol uchun bizga bo'lishi mumkin AI dan yechim kerak. Va shu joyga misol uchun ochiq deb qoldirib ketamiz. Ya'ni AI ni fikrini bilishimiz muhim. Bottleneck degani bu ish protsessi tiqilib qoladigan joyi. Misol uchun aytaylik, QA testing jarayoni. Ya'ni testlash jarayonida odatda ko'p tiqilib qolinadi. Bu ham bir misol. Xatolik manbai. Tabiiy deymiz, ya'ni bo'lishligi tabiiy holat. AI qo'shilganda kutilayotgan yutuq. Misol uchun bu joyga ham ochiq deb ketamiz. Hop, prioritet mezoni. Hop, bu shablonimizda shu imkon qadar
batafsil ma'lumot olishligiga harakat qilingan, lekin bizaga hozir o'sha qancha vaqt tejashligi falon narsasi bizaga kerak emas, bo'lamanki bu bo'limga. Shuning uchun buni olib tashlaymiz o'zimizdan. Agarda sizlarning kompaniyaga kerak bo'ladigan bo'lsa, unda buni olib tashlamagan va balki ishlatgan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bilim bazasi va hujjatlarni ombori. Hozirda bizada yangi firma bo'lganligimiz uchun hech qanday hujjatlarni turi yo'q. Shuning uchun ochiq deymiz va buni EA bilan birgalikda razraботка qilamiz. Har bir hujjat uchun karta. Bu joyga ham xuddi shunaqa, ya'ni sun'iy intellektni o'zi bilan razraботка qilamiz. Knowledge base sifati. Hujjat tartiblimi, takroriy ma'lumot yo'qmi? Aytaylik, bunga ham plus qoldiramiz ochiq. Marketing ekotizimi, kanal xaritasi. Agarda qaysidir kompaniyada marketing ekotizimi, strategiyasi mavjud bo'lsa, unda albatta qadamma-qadam shu joyga kiritib ketish kerak bo'ladi. Bizda hozir bu narsa mavjud emas. Shuning uchun ochiq qoldirib ketamiz. Har bir kanal uchun ham karta, kontent aqliyasi, ya'ni strukturasi demoqchi. Sotuv voronkasi va konversiya mexanikasi. Mana bu joyda ham ochiq qoldiramiz. Har bir bosqich uchun karta. Misol uchun buni ham ochiq qoldiramiz. Sotuv skriptlari eng muhim joyi. Bu ham ochiq bizada. AI uchun sotuv signallari. Bizga bu narsa kerak emas. Agar kimga kerak bo'lsa, ishlatsa bo'ladi. AI integratsiya auditi va imkoniyatlar xaritasi. Xo'p, bitta yana bo'lmasa takrorlab olamiz. Tepada misol uchun marketing ekotizimini ochiq qoldirdik. Ya'ni AI o'zi bizga razraботка qilib bersin toki Telegram, Instagram, YouTube uchun strategiyalarni har bir kanal uchun alohida. Kerak bo'lsa kanalni o'zini ham razraботка qilib berishligi uchun ochiq qoldiryapmiz. Agarda sizlarda shu haqida ma'lumot bo'lsa, kiritinglar albatta. Maqsadi, kontent turi, falon hamma narsasini kiritinglar. Hop, kontent aqliyasi. Qaysi kontent savol tug'diradi, qaysi kontent sotuvga olib boradi. Agar sizlarda shu haqida ma'lumot bo'lsa, albatta kiritinglar. Bizda hozir kontentlar mavjud bo'lmaganligi uchun buni olib tashlaymiz. Sotuv voronkasi. Sotuv voronkasi ham bizda mavjud emas. Sababi sotuv bo'limini o'zi yo'q zotan. Shunga buni ochiq qoldirdik. AI o'zi razraботка qilib, sotuv bo'limini ham AI o'zi qurib bersin. Faqat bizda tepasida buyruq berib, prompt berib, qaror qabul qilib turamiz. Qaror qabul qilish bo'lsa, albatta insonga qolgan ish bo'ladi. Voronka bosqichlarini ham o'zaro ochiq qoldiramiz. Har bosqich uchun kartani ham ochiq qoldiramiz. Sotuv skriptlari eng muhim narsalardan biri, uni ham ochiq qoldirdik va loyihamizning, ya'ni proyektimizning eng muhim, eng nozik joyiga ham mana yetib keldik. AI integratsiya auditi va imkoniyatlar xaritasi. Mana shu joyda maslahat beriladi. AI ni o'ziga auditni topshirishlikni. Misol uchun bu joyi ham ochiq qoldiramiz. Misol uchun aytaylik, ochiq dedik. Tayyorlik bahosi. Hop. AI integratsiyasi uchun audit. Hop. Buni ham ochiq qoldiramiz. AI qo'llash zonalari.
buni ham ochiq qoldiramiz. Ya'ni AI ni o'zi bizga qaysi joyda AI ni qo'llashlikni maslahatini bersin avvalo. Agarda bizni kutgan joyga, bizni xohlagan agentni qo'llashlikni maslahat bermasa, o'zimiz so'raganimiz ma'qulroq boshlanishiga. Misol keltiraman. Sotuv bo'limida aytaylik, Instagramdan kelayotgan xabarlarga javob berib turuvchi bir agentni o'rnatishlikni tavsiya bermadi deylik. Mana shu proyektimiz. Shuni o'zimiz so'raylik. Falon joyga falon agent joriy qilmoqchiman, shu menga hozir kerakmi? degan narsani so'raganimiz ma'qulroq. Xo'p, bilan yechiladigan muammolar. Shu joyga ham misol uchun ochiq qoldiramiz. AI o'ziga havola qilamiz. Xo'p, yakuniy qaror. Eng birinchi AI integratsiya nuqtasi. Buni ham mana aytaylik, AI ni o'zi maslahat bersin. Eng tez ro'y beradigan yo'nalish, eng xavfli joy, eng katta strategik imkoniyat. Mana shu joyda agarda to'ldirishi lozim bilsanglar to'ldiringlar. Lekin maslahat beriladi AI ni o'ziga qoldirishlikni. Hop, menimcha shu qo'llanmamiz, darsligimiz to'laqonli bo'ldi deb o'ylayman. Mabodo savollar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zimga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.